2018 yılı ise 7. ayın 22. günü ben hazır Gollandiya'nınki paytaxt Amsterdam'daki Dam meydanında yalğız kişilik Xitoy tajovuzchilarininki Sharq Turkistonda qilayotgan inson qalbidan chiqqan tajovuzchilarga qarshi shularninki zulm aks ettirilgan rasmlarni ko'rgazma qo'ydim. Undan boshqa bugun oq raqqa mana ko'rib turibsizlarmi oq raqqa hozir qadar 8 xil tilda Sharq Turkistondagi jazo lageri taqalsin degan mazmun aks ettirilgan o'xshamagan tillardagi narsani oqlatiga imzo atkizdim. Bundan boshqa maqta men yangidan ba'zi loziklarni almashtirdim. Mana loziklarniki 5ga mana Sharq Turkistonningki tushirilgan Tibetlar bilan ma'nimiz akal dedim. Haqli kap qolganligiga Sharq Turkistonni bilamsan, Sharq Turkistonni qanday ketganini uqamsan deb jalb qilish orqali bu xaritaga boshlayman eng avval. Hakem yerda Sharq Turkiston tushuntirib qo'ygandan keyin hozir xaritada Xinjiang deb bu lanatkar ismning bog'lig'ini burun xaritalarda Sharq Turkistonda bog'lig'ini orqali bu ishni tushuntirmak haqliga. Undan keyin hozir Sharq Turkiston nim bo'layotdi, sen qaysi davlatdan kelding, qaysi tildik nas o'qiy olaysan desh orqali mishadiki dunyoning eng dangliq axborot vositalarida e'lon qilingan Xitoyniki Sharq Turkiston qurgan jazo lagerimiz butun rasmlar bor. Bu rasmlarni hozir bunda qo'yib turib, bunda ko'rkam qilib qaytadan loyihalayman. Undan keyin Sharq Turkiston mustaqillik Xitoydagi Xitoy ishg'oliyatidagi Sharq Turkiston jazolari taqalsin degan ma'nosini loyihalatdim. Undan boshqa Ilhom muallimniki, Ilhom To'xtaninki 2 qatimli xalqaro kishilik mukofotiga erishganligi, hozir Xitoydagi muddasiz qamoq jazosiga hukm qilingan to'g'risida men rasmni qo'ydim. Eng ta'sirlangan yerim tunagan bir ikki chetalik keldi. Mushning oldida turib ketdi, ikkingiz gapirib beramsan desam, Ilhom to'g'risiga biz maqolalarni o'qigan deydi. Ilhom To'xtaga hurmatimiz va hurmatimiz bo'lganligi uchun mushniki ma'naviy dunyosini o'zimiz huzur tepish uchun mishal 2 minut bilan sukut turmayman debdi. Shunda ko'zim yosh keldi. Shunda qo'shib oldim. Bugungi namoyishlarimiz yaxshi ketyapti. Endi bu yer men yolg'iz turgan bilan ba'zi qarindoshlar kelib yordamlashib beradi, bir narsadan akilishib degandek men bu yer o'zimniki shaxsiy ota-onamning urug' tuqqanlarimniki izdirgini qilish bilan bu shaxsiy oilam kelgan bu musbatni bir millatningki beshik kelgan musbat bilan birlashtirgan asosda bu tashviqot nimalarini olib beryapman. Navad bilan qilgan shu tashviqot narslarimda ba'zi nuqsonlik bo'lib qolsa, yaxshi qilmayotgan bo'lsam, boshqa qarindoshlarniki buningdan kamchilik qilib ko'rsatib bersa, yaxshi taklif qilib qolsa, ba'zi bo'ladi. Rahmat.